Zikr aslash va aslatish demakdir. Kalima tavhidni zikrning o'rnida o'qigan va anglaganlarga Allohni aslatadiganligi uchun qilg'uvchini ko'p ajrga erishtiradigan bir amaldir. Shundaqla Allohni aslashning eng go'zal shaklidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng fazilatlik zikr la ilaha illalloh va eng fazilatlik duo alhamdulillah degan. Kalima tavhidning ma'nosi Allohni bir deb bilish deganlikdir. Ya'ni kalima tavhid la ilaha illalloh so'zidan iborat bo'lib, Allohdan boshqa iloh yo'q degan ma'noni ifodalaydi. Bu jumlaning bizga ifodalab bergan ma'nosi amaliyotda islomning asosiy ma'nosini shakllantirib beradi. Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni mening shafoatimda eng xushal bo'ladigan kishi chin qalbidan la ilaha illalloh degan kishidir deydi. Shuningdek kunda 100 qatim la ilaha illalloh degan kishining turlik ajr savoblarga erishadiganligi to'g'risida hadislar ham mavjud. Asad Arbil hazratlari ma'naviy avlodlarga davomli zikr qilib turishni tavsiya qiladi va ularning texmu taqvodor bir mu'minlardan bo'lishi uchun la ilaha illalloh kalimasini zikr qilishni alohida ta'kidlaydi. Janobi Alloh qalbingizni nurlantirsin. Shu darajada nurlantirsinki, qimmatli jismingizning har bir hujayrasiga qadar muhabbat va har vaqt zikrning xushpuroqlari bilan go'zal qilsin. Janobi Alloh bandalardan azroq muqobil qilmaganidek, shariatning sharaflik siziqi doirasi ichida bo'lgan va hech qachon Rabbini as yodidan chiqarmagan bandalarni nihoyat yaxshi ko'radi. Mana bu sababdan sizlardan tovanchilik bilan o'tinadiganim har biraylan bu ulug' sharafdan mahrum qolmasin va hargizmi nafsoniy muhabbatlarga maftun bo'lgan bir qalb bilan Janobi Haqning huzuriga chiqib qolmasin. Shundaqla haqiqat oshiqlarining har bir qalb hujayralarini Allohni zikr qilishga odatlantirishi ham zarurdir. Bir insonga g'usl vojib bo'lganda badanining har bir yerlarini qanchalik inchkilik bilan tozalagan bo'lsa, qalbini poklashni umid qilgan kishiningmi qalbidagi har bir hujayra bilan, hatto jismidagi har bir cho'ng kichik a'zolari bilan, ya'ni butun vujudi bilan Allohni zikr qilib turishi zarurdir. Agar birsiga xizmat qilishni va qilgan xizmatingizning badaliga turlik ajr savob, mukofotlarni umid qiladigan biri bo'lsangiz, sizga tavsiyarim faqat va faqat Janobi Alloh uchun xizmat qiling. Va uningdan boshqa kim bo'lsa hammasining o'lik va manfaatsiz kishilar ekanligini qabul qiling. Ondan la ilaha illalloh kalimasining haqqini bergan va uning talab taqozosi bo'yicha yashagan bo'lasiz. La ilaha illalloh deganlik sizga uningdan boshqa rahim qiladigan, sizni uningdan boshqa himoya qiladigan, sizga uningdan boshqa rizq beradigan hech qanday bir iloh yo'q demakdir. Uning uchun inson taqvodor bir mu'min bo'lishi uchun bu zikri sharif bilan qalbini ihyo qilishi va bu ulug' kalima bilan qalbini naqshlab zinnatlashi kerak. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: Qiyomat kunida Alloh ummatimdan bir kishini hamma kishilarning oldiga chiqaradi va u kishi uchun 99 arxiv daftar ochadi. Har bir arxiv daftarning uzunligi ko'zning ko'rish quvvati yetganga qadar egizlikda bo'ladi. Ondan u kishiga: "Ularning ichidan rad qiladiganlaring bormi?" deydi. "Yo'q, ya Rabbim" deb javob beradi. Ondan har qanday bir o'ziring bormi deb so'raydi va u kishi yo'q deb javob beradi. Ondan Janobi Alloh: "Bizda sening qabul bo'lgan bir amaling bor va bugun sana qat'iy haqsizlik qilinmaydi." Ondan ustiga la ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh deb yozilgan bir qog'oz partisi keltirildi. Ondan u kishining gap qilishiga ruxsat qilindi. Ondan eliq kishi: "Ya Rabbim, shu kichik qog'oz partisi va ovu yo'g'an arxiv daftarlar nima?" deb so'raydi. Janobi Alloh: "Bugun sana zulm qilinmaydi
Andın günahlar tarazının bir taxsisiga, qog'oz parchasi bo'lsa yana bir taxsiga qo'yiladi. Günahlar havoga ko'tariladi va heliq qog'oz parchasi, ya'ni la ilaha illalloh kalimasi qo'yilgan taxsa besib ketadi. Suyumlik payg'ambarimiz aytadiki, kimning eng oxirgi so'zi Allohdan boshqa iloh yo'q, ya'ni la ilaha illalloh jumlasi bo'lsa, u kishi jannatga kiradi.